Assalomu alaykum. Mana katta inkubatorlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik so'raganda katta inkubator ham qilinglar deganlar uchun ikkala inkubatorimiz ham bir xil 100% avtomat ishlaydi. Bu inkubatorlarimizni zakaz asosida tayyorlaymiz. Hozir qisqacha obzorini qilamiz, qanday ishlatishni, nechta tuxum sig'ishini, narxlarini aytib o'tib ketamiz. Bu inkubatorlarimiz materiali MDF dan qilingan, 2 qavatli bo'ladi. Ichki qismini Penaplex dan qilganmiz, issiqlikda ushlab turishligi uchun. Yonboshlari polni aylantirib ugolni yopishtirganmiz. Tepa qismida mexanizmlari joylashgan, buni qopqog'ini ochib yurishinglar shart emas. Old qismini aynali qilib qo'yganmiz, ichini ko'rib turishligi uchun. Yonboshdan ko'rinishi mana. Orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz. Yonboshida eshigini ikkita zamok qo'yganmiz. Pastki tepa qismini qattiq o'sha yerda havo qo'yib yubormaydi. Ikkita zamok qo'yilgan. Bu inkubatorimiz 3 etajli bo'ladi. Xohlasanglar 1 etajini o'zida ochirsanglar ham bo'laveradi. Tuxum ozroq bo'lsa, sep orqali aylantiriladi tuxumlar. Tuxumlarni terish uchunli tomoni pastga bo'lib teriladi, yo'g'on tarafi tepaga. Mexanizmlarni aytib o'tadigan bo'lsak, ikkita ventilyator qo'yganmiz. Spiralli ventilyator, umuman uzilmaydi spirali. Garantya beramiz. Orqasida mana chiroq qo'yilgan, ichini ko'rib turishligi uchun faqat kerakli paytda yoqib, keyin o'chirib qo'yamiz. Pastda suv idishlari. Suv idishni tepasiga setka qo'yib qo'yganmiz. Sababi tuxum ochgandan keyin suv idishni ichiga tushmasligi uchun setka qo'yib qo'yganmiz. Ahamiyat beringlar, suv idishni ustiga qo'yib qo'yinglar suv quygandan keyin. Endi qisqacha ishlatishni aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib tuxum terishdan boshlaymiz. Tuxum terishni o'zingizlarga eng qulay tarafini qilib turib, tuxum terishni boshlaysiz. Tuxumni uchli tomoni bo'ladi. Ashini pastga yerga qaratib terib chiqamiz. Yo'g'on taraf tepaga bo'ladi. Tuxum terayotganda bir-biriga yopishtirib, joy qolmaydigan qilib terib chiqamiz. Polni terib bo'lganimizdan keyin mana bu po'kaklarni tuxumni qimillayotgan joyiga sindirib, qistirib qo'yamiz. Tuxum qimillamaslik kerak. Tuxum terganinglardan keyin umuman qimillamaslik kerak. Keyin mana bu ikkita simini tuxum ustida turaveradi. Bu ikkita simi issiqlik bilan namlikni o'lchaydigan simi bo'ladi bu. Suvni tuxumni terasizlar, simini qo'yasizlar, razvedkaga suqasizlar. Bu inkubatorimiz 220 voltga ishlaydi. Razvedkaga suqqaninglardan keyin hozir mana bu inkubatorni ishlayotgan inkubatorimizni ko'rsatib beraman. Tuxumni terganinglardan keyin razvedkaga suqasizlar. 2 soatda bir motor aylanadi. 2 soatda bir marta tuxumni aylantirishni boshlaydi. Suv idishga ahamiyat beringlar. Ikkita katta suv idishda ikkita kattachasi bo'ladi. Katta kattachasiga 19 kungacha yarimdan oshiqroq qilib iliqroq suv quyib turasizlar 19 kungacha. Suvi 3-4 kunda bir ozayadi. 19-kun kelgandan keyin suvni to'ldirib ikkala kattachasiga qo'yasizlar. Suv to'ldirib. Suv quygandan keyin setkasini qo'yib o'rtaga qo'yib qo'yasizlar. Mana shu holatda faqat suvga qarab tursanglar bo'ldi. Tepasida 3 tadan 6 ta teshib qo'yganmiz. Bu doim ochiq turaveradi, ziyon yo'q. Qachonki kunlar sovib, inkubatorda ichini isitolmay qolsa, yopyapsizlar. Qolgan payt ochiq turgani foyda bo'ladi inkubatorga, ochib chiqishiga. Bu inkubatorimizni xona haroratida ochirasizlar, tashqariga ochiq havoga qo'ymaysizlar. Iloji boricha bahor havosidaqa o'rtacha gradusga xonaga qo'yasizlar. Mexanizmga keladigan bo'lsak, mana bu issiqlikni o'lchaydigan termoregulyator. Hamma parranda tuxumi uchun mana shu gradus yetarli, shu gradus ochib chiqaveradi. Buni o'zgartirib yurishinglar shart emas, ochib chiqquncha shu gradus turaveradi. Mana bunisi namlik. Namlik ham uncha muhim emas. Suvga men aytgandek e'tiborli bo'lib 19 kungacha yarimdan oshiqroq qo'yasizlar. 19-kun ikkalasiga to'ldirsanglar yaxshi ochib chiqadi xudo xolasa. Mana bunisi
motorni o'chirib yoqadigan выключатели. Chiziqcha tomoni 19 kungacha chiziqcha tomonda turadi. 19-kuni 0 ga qo'ysanglar tuxum aylantirish to'xtaydi. Yon boshdagisi svetini o'chirib yoqadigan выключатели. Aytganimdek, bu выключателni faqat kerakli paytda yoqasida, qolgan payt o'chib turadi. 19-kuni kelgandan keyin mana bu latoga yonbosh holatda turgan bo'lishi mumkin. Shuni qanday to'g'irlashni hozir o'rgataman. Mana qanaqa yonbosh holatda turgan bo'lsa ham to'g'irlashni oson yo'li yelkadan sug'urib bir marta yoqasizlar motor aylanishni boshlaydi. Motor aylanishni boshlagandan keyin o'rtaga kelganda 0 ga qo'yib qo'ysanglar, mana o'rtaga yana 0 ga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Shu o'rtada holatda ochib chiqadi jo'jalar. Yonbosh turmaydigan qilib o'rta qilib qo'yasizlar. Bu inkubatorimizga taxminan 200 donacha tovuq tuxumi sig'adi. 600 donacha bedana tuxum sig'adi. Boshqa parranda tuxumlarini ham ochirsanglar bo'laveradi bemalol. Narxini 1,5 million so'm qilib beramiz. Menimcha bu narx O'zbekistonda topolmaysizlar bu narxga. Bunaqa sifatli inkubator. 6 oy garantiyasi bor, servis xizmati bor. To'lovlar karta orqali qilib berasizlar. Agar dastlabki qilib beradigan bo'lsak, kartadan o'tkazib berasizlar. Yoki o'zim borib olib ketaman desanglar, kelib, ko'rib, naqd pul berib olib ketsanglar bo'laveradi. Telefon nomerlarimiz pastda yozib qoldiramiz. Zakaz asosida tayyorlaymiz. Bu inkubatorlar kattalik qiladi deganlar bo'lsa, kanalimizda kichkina inkubatorlarimiz ham bor. O'tib ko'ringlar, bemalol zakaz berishinglar mumkin. Ishonchlik 7-8 yildan beri shu sohaning ichida yuramiz. O'ylanmasdan zakaz berishinglar mumkin.